Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mashinani bir oldilar setdik. Bularda bo'layotgan muammo, benzin bir hafta oldin qo'yishgan ekan, lekin davleniyani tashlab yuboryapti. Hozir nolga tushib qolgan, mana hozir ko'rsamiz, zamon yoqamiz. Zamon yoqqan paytimiz mana. Tushga to'rga ko'tarilyapti, sekin-sekin tashlayapti. Xullas bu mashinada ertalab yaxshi zavod bo'lmaydi, davleniya tushib ketgani hisobiga. Endi sababini topamiz endi. Benzin asosi yangi qo'yilgan ekan lekin. Xullas bizda chiqqan muammo, xamutlarni yaxshi qotirilmagan ekan, eski xamutlar turgan ekan. O'zini zavodga ishlangasda xamut qo'ydik. Endi tekshiramiz endi. Xullas mana mashinamiz bitdi. Cho'tki tubli davleniyalari oddiy xamutdan chiqdi aybi. Buni tekshirish yo'li faqat kompressorda havo berib tekshirib, techkasini tekshirib olsalar bo'ladi. Xullas mana mashinamiz bitdi. Mashinamiz zavod bo'lishlari. Bitta da o'sha muammo yechildi.